atrofida ishlagan, mehnat qilgan, katta-yu kichik kim bo'lsin, sharoit yaratgan, imkon bergan, maydonda yugurgan, maydon chetida bo'lgan barcha Bahodirxonov sardorimiz taxti medalni, kubok shu yerda va hozir Mo'minxon oldi. O'zbekiston Osiyo chempioni! Do'stlar, birga ko'rdik. Muborak bo'lsin barchangizga. Tabriklaymiz. Chin dildan super turnir o'tkazishdi. Bir nafasda birinchi turdan finalgacha yetib borishdi va finalda oyoqni portlatib tashlashdi emotsiyalar bilan. Mana shunday qo'lga kiritiladi chempionlik. Mana shunday yoziladi tarix. Mana shunday mardonavor tarzda bosib o'tiladi chempionlik yo'li. Hammaga qo'shib g'alaba qo'lga kiritiladi do'stlar. Hammaga rahmat. Boya aytdik-ku. Endi hissiyotimiz balki nimanidir esdan chiqargandirmiz, lekin eng asosiysi bu onlarni mana bu murabbiyimiz yulduzli onlar. Jahon chempionati bizni yutdimi? O'zbekiston albatta u yerda ham yo'q o'ynash